Opa, biz yana yetim bo'lib qoldikmi? Men qizlarimni uyimizga olib ketgani keldim. Rostdan siz bizni bobomizmisiz? Oy, tezroq bo'lsangchi. Ushla, boshini ushlagin. Ushla, oy qizim, senga nima bo'ldi? Oy, ushla, tan yugur. Oyi, bu kim? Unga nima qildi? Shoshilganimda bor oyog'imni tayda o'ralashma. Hammasiga siz aybdorsiz. Sizni bag'ri toshligingiz aybdor. O'g'limga va uning oilasiga noinsoflik qildim deydilar. Bu gunohimni yuvish uchun butun umrim yetarmikan deb bechora dog'am keksaygan chog'ida vijdon azobida qoldilar. Yaxshi ish bo'lmabdi. Buvijon, qarang, sandig'ingiz ochiq turgan ekan. Ichidan mana bu soyabonni topib oldim. Bu kimniki? Sarvinoz ammamnikimi? Yo'q, meniki. Menga bering, buvijon. Mayli. Ol oqa. Qoyil, rahmat buvijon. Singlim Shojiya kelsa, uni birga tutamiz. Aylanishini qarang. Hoy qiz. Hoy. Bo'ldi qil, boshing aylanib ketadi. Buvi, esingizdanmi mana bu soyabon? Esimda. Buvi, qarang, oradan shuncha yil o'tdi-ya. U esa hali ham topilgani yo'q. Noumid shayton bolam. Allohdan umidim bor. Bir kun albatta Shodiya bag'rimizga qaytadi. Qani, yur oqa. Kechki ovqatni tayyorlaymiz. Bo'l oqa. Xo'p. Voy, esimdan chiqdi-ku. Sen shu yerda jim turgin, hop. Men tez qaytaman. Hop. Hech qayerga ketib qolma. Shodiya! Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Qani, suratlar tayyormi? Ha, tayyor. Mana shu. Hammasimi? Ha, hammasi. Men buyurtmani bajardim. Xizmat haqqimni bersangiz. Seni xizmat haqqingmi? U yoqqa qaratish hech kim yo'qmi? Hozir. Hech kim yo'q. Mana seni xizmat haqqing.
Assalomu alaykum. Va alaykum Bormaylar. assalom. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Nigoraxon. Keling. Bu ayol sizni so'rab kelibdi. Keling. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Ishlaring yaxshimi? O'zinglar yaxshimisizlar? Uzr, menga 5 daqiqa vaqt ajrata olasizmi? Men yana o'sha ish bo'yicha kelgandim. Bu ishlarni qanday ketayotganini bilmoqchi edim. Aniqroq ayting, qaysi ish bo'yicha? Umr yo'ldoshim yo'qolgani bo'yicha. Eringiz kim edi? Fotograf Rahim Sadirov. Ismi sharifingiz? Shohida Sadirova. Mana. Fotograf Rahim Sadirov. Siz erim maxsus topshiriq bilan xizmat safariga ketgan deb ariza bergansiz. Ha, Men sizga necha marta aytdim. U hech qayerda ishlamagan erkin ijodkor. Unga hech kim, hech qaysi bir tashkilot topshiriq berishi mumkin emas. Biz arizangizga muvofiq 3 kun avval qidiruvga ariza berganmiz. Natijasini kutasiz endi singlim. opajon, erimga nimadir bo'lgan. Men ularni yaxshi bilaman. Ko'nglim sezyapti. Xo'p. Unda xotini Shohida Sadirovani ko'ngli sezyapti ekan deb qaytadan e'lon berishimiz kerakmi? Singlim. Eringizni fotograf do'stlari, hamkasb do'stlarini aytishlariga qaraganda, bundan avval ham bir haftalab chiroyli mijozlari bilan tog'ma-tog' yo'qolib ketish odatlari bo'lgan ekan. Balki yana sizga xiyonat qilib, taralli bedod qilib yurgandir. Shunaqa yerlarni ayab, jonini halak qiladigan ayollarni hech ham tushunmayman. Agar ko'z yosh to'kmoqchi bo'lsangiz, marhamat, xonadan chiqib yig'lashingiz mumkin. Allo. Assalomu alaykum. Ha, navbatchilikdan chiqyapman. Biroz turib boraman. Xo'p. Shohida Sadirova. Men sizga hammasini aytdim. Iltimos, uyingizga borib qoling. Nigora? Bu ayolga namuncha zahringizni ochmasang. O'zi shundoq ham ezilib ketyapti bechora. Xiyonatkor erkaklar uchun ayollar ko'z yosh to'kishlari kerak emas. Chunki ular bunga arzimaydi. Nargiza, tez kelgan. Kalitim qolib ketibdi. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen ishdamasmiding? Ishdaman. Tog'amnikiga borishimiz kerak edi. Shunga kiyimimni almashtirgan ekan edim. Tog'amnikiga? Bo'l, qay. Yo'q, topolmayapman. Bu ishlaringizni ko'chada qilsangiz ham bo'lardi. Nima qilardingiz uyingizni asbostirib? Voy. Tilingga erk berma. Nima qildi? Men erkakman. Bildingmi? Yoki xiyonat qildi deb meni qamaysanmi? Chaqir guruhingni.
qo'lga ol. Noinsof. Senchi, a? Menga. Ko'chada erkaklar kam ekanmi? Uylangan odam yopishing kerakmi? Kallang ishlaydimi o'zi? Sen ha? Menga qara, manjalaq qil, qo'yib yubor. O'zingni bos, qo'shnilar eshitib qoladi deyapman. To'xta, qo'yib yuboring meni, qo'yib yubor. Bo'ldi, Nigora bo'ldi. Qizim ahvoli yaxshimi? Ha, ahvollari yaxshi. Hozir yarim soat bo'ldi. Narkozlari tarqalyapti. Sekin o'zlariga kelyaptilar. Oyi, Shifokorni chaqiring. oyijon. Bolam. Qizim, Menga nima qildi? yoningdami bolam? Oyi, Nigora. Jon qizim. men qayerdaman oyijon? Bolam. Bolajonim. Senga zo'r qish mumkin emas, bolam. Bolam Tinchlan, yaxshimi bolam. oyijon? Hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. Tinchlan, bolajonim. Tinchlan. Bolam yaxshimi? Hozir shifokor keladi. Ha, bolam yaxshimi? Bolam. Tinchlan, bolam. Bolam. Hozir shifokor keladi. Hozir. Bolam yaxshimi? Oyijon. Bolajon. Hech qayering Bolam og'rimayapti. hech narsa qilmadimi? Voy, keldingizmi? Tinchlaning, xavotir olmang. Sizni bizga og'ir ahvolda olib kelishdi. Bolam, Siz tinchlang. doktor. Hammasi joyida bo'ladi. Bolam yaxshimi? Bolamga nima qildi? Homilangiz ichingizda nobud bo'lgan. Ko'p qon yo'qotgansiz. Bolam Abort qilishga majbur bo'ldik axir. Bo'lmasa, sizni hayotingizni saqlab qola olmasdik. Faqat yo'q. tinchlaning. Bolam yaxshi, oyijon. Bolam yo'q. Tinchlaning. Yo'q, Tinchlanib bolam. turib ukol olib keling. Nigora. Tinchlaning. Bolam, Nigora, qizim. bolam yaxshi. Hammasi joyida bo'ladi. Qizim o'zi. Yo'q, bolam. Hammasi yaxshi Tinchlan, bo'ladi. bolam. Tinchlan. Bolam. Hammasi Tinchlan, yaxshi bolam. bo'ladi. Yo'q, bolam. Seni qiynama bolam, jon bolam. Bolam. Voy qizim ey. Nigora. Nigora bolajonim. O'zingizni bosing. O'zingni qiynama bolam. Ko'p harakat qilmang. O'zingizga qiyin bo'ladi. O'zingiz qo'lga oling. Bolam, tinchlan. Tezda ko'p qo'ring. Bolam. Qizim. Bolajonim. Oyi, Nigora tuzukmi? Noinsof. Qilar ishni qilib qo'yib, yana tuzukmi deb so'raysanmi, a? Vijdonsiz. Nomard. Qizimni ado qilding, ado qilding.
o'z farzandini qotili. Iloyim, nomi ko'chsin. Iye, xolajon o'zingizni Bolamni bosing. bir umr Buyur shifoxona. zurriyotsiz qoldirding. Shovqin qilish mumkin emas. Yuring, toza havoga Iloyim, chiqamiz. qilgan qo'llaring sinsin. Yuring xolajon. Bo'ldi, O'zing ham o'zingizni bosing. zurriyotsiz qolgin. Farzand ko'rmay Sog' kelinglar. o'tgan iloyim. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi, xola. Sizni qamatib olishim ham mumkin edi. Bu qo'limdan kelardi. Bilaman. Kechir Nigora. Mast edim. Mastlikda nimalar bo'lmaydi deysan axir. Xiyonat esa mastlik bilan oqlamoqchimisiz? Sizda vijdon bormi o'zi? Kechir, so'rayapman-ku. Qo'ygin endi Nigora. Sizni deb tirnoqqa zor o'tadigan bo'ldim. Qo'ygin Nigora. Shuncha kechirim so'radim-ku, mast edim. Kechira qolgin. Nigora, shuncha kechirim so'rayapman-ku axir. Qo'ygin endi, tushunishga harakat qil axir. Xudo jazoyini bersin. Voy, Xudoga shukr. Onasi. Ha, Choyingni olib kela. Charchadimi? Bir piyola choy iching. ha keldingizmi dadasi? Ha, keldim. Bu kartoshkani qanchadan sotdingiz? Har xil. Bozor ko'targan narxga sotaverdim. Iya. Nimaga unaqa qilasiz? Ha, ko'targaniga sotaverasizmi? Ha, bunaqada qachon boyimiz dadasi? Siz bilan hech ham birim ikki bo'lmagan. Bundan keyin ham bo'lmasa kerak. Menga qara xotin, nima? Meni birim ikki bo'ldimi? A? Oy, senga necha marta aytdim. Haligi qizni beraylik-ku, suysini olaylik dedim. Yo'q deysan. Ko'nmaysan. Ha, shunaqa deb yolg'on gapirib bizni qamatvorsa-chi. Kalla ishladimi o'z dadasi? Hamma o'zingga o'xshataverma, tovuq miya. Seni o'zi qachon kallangsan o'zi? Hozir to'xtab tur. Hozir. Ana. Mana hozir qara. Ana topdim.
qani xotin qani Yana boshladingizmi? qara xotin qanday boy badavlat odamlar bor a nevarasini topib berganga har yili suyunish pulini ko'taradi. Menga qara xotin hali ham bo'lsa-chi, haligi Shodiyat haligi Zamirani shu yerda ekanligini aytib pul undirsak-chi, a? O'shanda qaysarlik qilmaganingda, oy, jara pulni tagida qolib ketardik, xotin. Kallang qursin seni. Olardingiz. Jara qilib olardingiz. Avvalo bolani urib ketganingiz uchun. Qolaversa, shifoxonaga olib bormasdan uyga olib kelganingiz uchun panjarani ortiga tiqib qo'yardi. Haligi avtohalokatda xotirasini yo'qotgani uchun hamchi yana 5-6 yil qo'shib berardi. Hozir ham pul ola olmaysiz, keyin ham ola olmaysiz. Ha, haligi yashrib uyda olib o'tirganingiz uchun qamalamiz. Ikkalamiz ham, bildingizmi? O'chir ovozingni. Bu bola xotirasini yo'qotib, ancha vaqt ota-onasini kimligini bilmay yurdi-ku. O'shandan keyin mana bu e'lonni ko'rsatib, mana xotinjon deb oldinga yugurib keldim-ku, a? O'shanda ham sen qo'rqoqlik qilding. Dadasi, o'shanda men sizga boring, qizni olib borib o'sha maktabini oldiga tashlab keling dedim-ku. O'shani ham eplolmadingiz. Nimalar deyapsan? Men maktabga olib borib qo'ysam, milisaga manzilimizni aytib, meni ota-onam mana shular deb aytdi-ku, a? O'shanda o'zing, bu meni bolam, opamdan qolgan yodgorlik deb, uni uyga olib ketgan deb, bolasi menga qolgan deb, milisani qancha aldading, a? Qancha pulga bolani hujjatlari yonib ketgan deb, guvohnoma to'g'irlatding. Siz meni shuncha pullarim. Bo'ldi. Ha deb eski gapni qo'zg'avermang, bo'larish bo'ldi. Endi-chi, mana bu gazetangizni ko'zdan yo'qoting. Axlatga tashlab yuborsangiz ham mayli. Hech kim ko'rmasin. Foydasi yo'q. O'zingni yo'qotaman. Bo'pti, ovqatingni tezlashtirgin. Qornim ochib ketdi. Xotin, to'xta. Voy, bitta gap. Yana nima deysiz? To'xtab turgin, hozir aytaman. Menga qara. Bo'la qol. U 8 yoshda maktabdan uyga qaytayotganida maktab yaqinidagi yo'lda yo'qolgan. Topgan pulimni shu uyga olib kelyapman. Opium moddalarini olib kirishga harakat qilgan shaxslar kirgan. Molini, hatto jonini ham olishadi. Yoki molni qaytarasan, yoki joningni olaman. Isboting bormi? Kerakli qo'yib yubordik axir. Siz meni buyrug'imga bo'ysunishingiz kerak. Tushunarlimi? Siz kimsiz? Pusht kamarimdan bo'lgan o'g'lim bugun yelkamdan pichoq sanchdi.